Ha, keldingmi o'g'lim? Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Yaxshimi? O'zingmi? Onangdan keyin to'g'risi men ancha zerikib qoldim bola. To'rtta mol bilan to'rtta qo'ycha qilib beray. To'rtta molcha qo'ychang bilan kechqurun gaplashib yotmayman-ku bolam. Ha, bo'lmasa amakimni chaqiring, karta o'ynab turasizlar. Endi amaking gapni gapga qo'shmaydi. Nima qilsa ekan, ha? Endi menga qara bolam. Mana qo'ylar o'zidan o'zi ko'payadi-ku. Shu qandoq ko'payadi, bilasanmi? Nima qilish kerak shu uchun? O't berish kerak, yem berish kerak. Qo'ydan farqing bo'lmadi-da sani ham lekin. Qarochi men uylanmoqchiman, bo'ldi. Zo'r-ku. Ammo sizga 2 marta aytdim. Xo'p, demadingiz-ku o'zingiz. Eshon bo'yam 3 marta so'raydi. Ha, bo'pti. Kimga uylanasiz? Mana. Abbos aka, biz endi birga bo'la olmaymiz. Meni kechiring. Men endi boshqasiga turmushga chiqaman. Bu qiz sizga 100% to'g'ri kelmaydi, dada. Nima bo'pti bunga? Bu ko'rmi, bu karmi bu? Bu soppa-sog'i, lekin sizga to'g'ri kelmaydi. O'li bitta medasmotor qilamdi, gumur qazir to'yda. Agar shunga uylansangiz, men sizni dada demayman. Nima deysan bo'lmasa? Boja deyman.